Bugun mana bu Jump for Brain Rot deganni o'ynaymiz. Buni o'ynagandim shekilli, bilmaydim. Hozir ko'ramiz. Agar o'ynagan bo'lsam, obzor qilib chiqaman. Kechirasiz. Voy, buni o'ynagan ekanman. Do'stlar, lekin zarar yo'q. Shundan bitta o'ynab chiqamiz. Hesabı tutturuyla. Do'stlar, zo'rda 256 ga ko'tardim. Nima desam bo'ladi? 1 soat o'tdim. Nima? Pulingladim. Sizlarga 1 sekundda o'tib ketaverdi. Mazza sizlarga. 1 soat o'zi. $256'da çıkmayapti. 1 trilyon bo'lganmi? 1 trilyon bo'libdi. Yana 2 marta ikkilikdan nima desam bo'ladi? Ikkilikdan yana 1 marta 256 bo'lsa, shunda 256 dan hozir ko'ramiz. Mana bunga qaranglar. Mana bunda 230likda 2 martadan beradi. Shunda 230likda 2 marta yig'sang 660 bo'ladimi? Yo'q, 460 bo'ladi. 460 da 1 marta bersa kerak. Nima deysa, 1 bersang 230ligidan yana keyin berib bo'lmaydi-ku, ko'payadi. Shuning uchun amallar ko'proq pul yig'ish kerak. Lekin men shu ko'proq pulni yig'a olmayapman. Do'stlar, bu safar nimagadir juda ko'p video to'xtayapti-da. O'zimga ham yoqmayapti to'xtayotgani. Hozir yana 1 marta to'xtaydi, 100%. Aniq to'xtaydi yana 1 marta. Voy, 4 gina yetmayapti. O'tirib yuborsa bo'ladi. Nimaga o'tirmayapti bilmayapman. Mana bu 204likdan olib turaman endi. Keyin kuchaytirib o'tamiz bu yoqqa. Endi maqsadimiz ana shuni ustiga chiqish, eng tepasiga. Voy, yana urilib ketdi.
Do'stlar, ana yana chaqirishdi. 5 minutga turib turasizlar endi. Sizlarga 5 minut emas, 1 sekund. 5 minutga kelaman hozir do'stlar. Do'stlar, bir qarasam, mana bu nima boshqatdan kirish deyapti, internet tutmay qolibdi. Horib ketdim. Kim ekan bu? So'rayapman, berarmikin? Rubuxu borga o'xshayapti-de. Ha, mayli, o'zlarimizga ko'ramiz. Lekin men bunga qaraylar-da, 3 ta stroberi elefanti bor. Bilaman, menda undan sal ko'proq bor. Ko'proq deyapman, kamroq deb bitta kam. Menda 2 ta stroberi elefant bor. Negadir pul yig'ishim tez bo'lmayapti. Nimaga bunaqa bo'libdi? Bir nima gap deyim sizlarga. Buxorochaga bilaman men. Buxorocha videolarni ko'p ko'raman-da, yoqadi. Qiziqarli qilib chiqarishadi-da, qarochi. Shunga o'rganib ham ketganman buxorochani. 100% bilaman desa bo'ladi. Ishonmasanglar, nima? Gap nimada bo'lib ketdim. Ishonmasanglar, kommentda o'zlarimiz tilda yozib qo'yinglar. U nima degani buxorochada, bu nima degani desanglar, tez aytib yuboraman. Osongina men uchun buxorocha. Gapirishga gap topolmay qoldim. 860 bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yo'q. O'lib ketardim. Men bunaqa bo'lyapti. Nimaga bo'lyapti deb gapirgan so'raysanglar, juda shu nima desam bo'ladi. Buxorochaning shu so'zi juda yoqadi. Boshqacha-da. Perrojeniya berdim. Maksimal perrojeniya berib yubordim. Lekin sakrashim bo'lmay qoldi. 84 milliard bilan bo'lmasa kerak. Mana bu buni men milliard deyman-da. Nima desa o'zlarimizda milliard deb aytishadi-yu. Milliard, million, trillion. Shunga milliard deyman men. Qani 10likdan ko'paytirib tashlayman. Pulim yetmadi. Voy, endi 228 bo'lib qoldi-yu. 256 dan. Juda yomon bo'ldi endi. Mana bu ham ko'pdan bermaydi. Yoki bildirmay beradi. U 13 milliondan berar ekan, lekin mana bunda 2,5 million deb qo'yibdi. Yo'q, zato beryapti. Do'stlar, kim ko'proq buxorochaga kinolarni, nima kino deyapman, videolarni ko'radi, kommentga yozib qo'yinglar.
Nimaga pirojeniya berdim? Bu men qoldi de. Endi ana aytgancha brayrotlarni beradi-yu, masalan, mana 500 klik bo'lsa, menga 1,5 million bo'lib beradi. Nimaga desa, pirojeniya berib qo'yibman-da. Shunga menga ko'proq beradi. Tushundinglarmi? Mana 500 milliardga ana uni olib yuborish kerak. Etajni. Bu nimaga? Men borligimda yo'q edi. Tushundim. 4 ta brayrot tiqasiz, iziga sizga narsa beradi. Minutdan keyin men minutsizmi bilmadim. Mana shu lavakkalarni berib yuboramiz. Nimaga desa qaranglar, 530 ga. Bo'lmaydi 530 ga. Hech nimaga yaramaydi. 4 ta mana bo'ladi shu. Menikini tepasi ochiq, nima desam, nimani? Uni etajimda nimaga olmayapti? Voy, nimaga olmayapti? Tushundim. Mana bu yerga qo'yasiz. Men 4 ta lavakka sotuvnikda qo'yaman. O'zi mana bu yerda qolmabdi. Yaxshirog'i tushgiydi. 80 ni olmaganman, 80 tushsa bo'lardi. Qimmatroq tushgiydi. Bitta sakray tushguncha berar. Men tushundim buni. Mana bu minutiga doim mana bu brayrotlar almashib turaveradi o'zi. Mana bu yerda minut ko'rsatilgan 9 minut. Kim urib yubordi? Mana voy, uchib ketdi. Do'stlar, bu safar videoni juda ko'p olamiz. 32 minut bo'lar ekan bunda. Nimaga desa, mana bu videoga oladiganim shu maksimal olishi 32 minutu nechadir sekundni. Sekundini bilmayman-da, 32 minut shuni bilaman. Lavakkalar juda pis ekan. Voy, tegmadim qari. Tegmadim. Mana bu puldan birinchi o'rin kimnikiligini bilib oling. Nima bo'ldi? Mana bu chetigadan chiqib bo'lmaydi. Pulnikan bu? Pul ekan. Buncha eng kami qancha ekan ko'rib oling. 100-o'rin. Voy, yana ko'rsatmayapti 100-o'rin. Nimagadir. Voy, bu 100-o'ringa hammasi qa. 137 qa eng kami. Voy, bu to'pdan ham boshqarib bo'ladigan. Mana bu yerda. Mana xohlaganimcha boshqaryapman. Orqadan turib. Voy, bu bulardan ham maksimal yo-mayo. Jump, sakrash 648 eng kami, eng ko'p qancha ekan ko'rib yuboray. Shuni bitta ko'ramizda hozir. Keyin bu yoqqa o'tib ketamiz. 5 k yo-mayo, bitta sakraganda ana shu yoqqacha borar ekanda, mana shunaqa yurib asta. Bitta sakraganda aniq shunaqa bo'ladi. O'lmay, eng pastidan ham o'lamanmi? Yo, bana bobomurod. Do'stlar, bu videoni ikkinchi qismini chiqaradi deganlar bitta like bilan obunachani pirs bosib 2 kat qilib qo'yinglar. Pulam yengilmayapti. Do'stlar, bu qism tugadi. Keyingi safar ikkinchi qismni olamiz. Nima desam bo'ladi? Meni obunachilarim kam, shuning uchun 2 ta obunachi 100 ta like. 100 ta like bo'lgandan keyin 2 ta obunachi 100 ta like.
Keyin bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Bu qismda tugatdik. Xayr do'stlar. Sog' bo'linglar. Bundan chiqib sizlarni to'xtatmayman. Xayr.